Bilaman, laboyingiz bor. Shunga обязательно butka qildirishingiz kerak. Bizada hop, gaz ustanovkalari bilan butkalarni qildirsiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularga izotermический furgon qilib berganmiz. 21 mikronli alikafondan, chetlari alyumin ugel, profillar 1.7 2 stenkali profillardan ishlatilgan. Yoniga mana sandiq ham qilib berganmiz. Sandiqchalarni ham ochib bemalol suv kirmaydigan germetika. Gelenvagenning eshigini yopgandek qilib yopib qo'ysangiz bo'ladigan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Akkuratni qilib, skrovniy variantda furgon yasab berganmiz. Gaz ustanovkalarini qilib berganmiz. Orqasiga dugalari bor. Tepada nerjaveka tanlovlar, gabarit chiroqlar qo'yilgan. Turbalar har doimgidek nerjaveka bo'lgan. Dugamiz keladigan bo'lsa, 10 ga 6 qilib katta dugadan qilib berganmiz. Nerjavekalar bilan apshivka qilib, chiroyli qilib, vodiy metan gaz yozuvlari bilan mana bu yoqqa ham gabarit chiroqlar qo'yib berganmiz. Furnituramiz har doimgidek qulf kalitli, rossiyskiy qulf furnitura bo'ladi. Eshigimizni bilasizlar, har doim 5 qalinlikda qilamiz. Dimoxodlar ham qilib berganmiz bularga. Ichiga keladigan bo'lsa, ichi polniy alikafon bo'lgan. Tepaga chiroqlarni ham qo'yib berganmiz mana. Yop-yorug' qilib turadi. Yoritqich chiroqlar qo'yilgan. Dimoxodlar oldiga ham qo'yilgan. Poli list bo'lgan. Qora 2,5 listdan polga tashib berganmiz. Hamma joy germetичный bo'lib, akkuratni qilib berganmiz. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Avtobor 571 ga yoki vodiy metanga murojaat qilaverasizlar. Bu yog'iga ham sandiq qilib berganmiz. Bu yog'ida endi zapravka bilan benzin bakka ochib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Damas ruchkalari bilan yana bir marta Gelenvagenning eshigi yopildi mana. Koronalariga bitta baho berib qo'yasizlar. Like, podpiska ayamizda, labosi bor tanishinglarga jo'natib qo'yamiz videoni. Ozgina cho'zilib ketib qoldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.